Eksklyuzivniy Nissan Maxima A35 kuzovda menga sotuvga kelib qoldi. Nimaga eksklyuziv? Chunki buni faqat bitta egasi bo'lgan. 2010-yil probeg 170 ming kilometr faqat bitta joyda mana shu pitno topildi. 3,5 litrli motor, stok holatda почти 300 ta ot kuchi. Расходiga keladigan bo'lsa, taxminan 12 dan 15 litrgacha. Bagajimizda sifatli qilib propan ustanovka o'rnatilgan va orqa vidiga просто beshbaho. Besключевой достуp mavjud va sizlar bilan salonini ko'rib chiqamiz. Dvernoy kartalariga va sideniylarga ahamiyat berishingiz mumkin. Kombinatsiya bo'lib, tepa qora, pastda bejevый rangidan. Salonga o'tirganimizda mana bizda vid shunaqa ochiladi. Xos sizlar bilan zavat qilamiz. Bismillah qani. Juda ham ovozi ham baland, glushitellari zavodskoy bo'lsa ham sezilib turibdi. Отдельно qilib Android kattaroq monitor o'rnatilgan. Bu yerda двухзонный klimat kontrol. Именно oldi sideniyada podogrev, shopper sideniya abduflari ham bor. Tomimizda oynali lyuk, a также полный мультируль, kruizlari bilan, kontrollari bilan, a также заводская акустическая система Bose. Bunaqa krassavchik avtomobil Nissan Maxima A35 kuzovda 2010-yil atigi bitta egasi bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi juda ham zo'r. 14 400 ga berib yuboraman.